gapiradi. Gapirmasa o'lib ketsin. Bir uyga kirib, ko'chani o'zim supuraman. Voy! Yangi kuyov ko'cha supuryapti. Shu ham erkakmi? Ha, yangi kelinda begonalardan qizg'anib, sahar ko'cha supurganini chiqarmay o'zimiz chiqib supursak, bizlar erkakmiz. Xotinni kalta kiydirib ko'chaga chiqarib, o'zi uyda jotgan sizlarning erlaring erkak, ha? Radimda vallahi jinsini ko'rib o'tirsalar bo'lar ekan. Kaptarcham, sen ham bola bilan shunday charchab ketding. O'zingga harakat qilma. O'zim senga do'ppida sho'rva qilib beraman. Voy, uncha yaxshi. Voy, voymasam. Xotini turib ovqat qilar ekan. O'rgildim, shu ham erkakmi, latta. Ha, xotinga rahmatki bir haftada bir marta ovqat qilib bergan bizlar erkakmiz. Har ikki kunda ichib kelib, urib ko'zlarini ko'gartirgan sizlar erlaring erkak, ha? O'zim yangi gapirgan xatirimni nima sepib chiqmading? Ko'chada kim uchun sepaman? Uyda bo'lsam siz uchun separdim. Voy, aqllaringga o'zim bo'lsa. Voy, atirni uyda sepami? Ha, gupillatib ko'chada sepib hammani o'zingga qaratmaysanmi? Hayotga bir marta kelasan, to'g'miya. To'g'miya deymi? Oshini so'gaymi hozir? Indamang, bularni kommentda odamlarni o'zi so'kardi. Chitakcham yangilik katatasi bor. Prezident qarori bilan 108 gektar maydonga qurilayotgan bog'ni oldidan Iskandar Buildings mezbon loyihasidan 2 xonali uy oldim. Voy, uncha mazza, havodan toza bo'lsa kerak. Kanishda toza havodan nafas olgan odam kasal ham bo'lmaydi. Endi shaqqa ko'chamiz. Yo'q, sizni shuncha katta qilgan dadajon bilan oyjonni qariganda tashlab ketmaymiz. Voy, tayto, ammaming bo'lganda qaynotani chopib shartta chiqib ket. O'zi qaynotani durrak kelin xizmatini qiladi. Qaynotani xizmatini qilgan kelin durak kelin bo'lsa, bor janjalni qilib zippillab chiqib ketgan kelin birak kelin bo'ladi. Hali sen ham qaynona bo'larsan, hali sen ham qarirsan. Ko'ramiz shunda. O'zi hamma ayollarimiz tilla. Faqat bitta shunaqa ovsas g'iybatchilar hamma tomon dabdala qilyapti deganlar bitta like bosib ketamiz. G'iybatimiz qilayotganlar, gunohlarim addushi sizga.